Dadasi, turing, uyda hech narsa qolmagan, produktlar qolmagan. Bozorlik qilib keling. Uf. Bor, boshim qotirma, pulim yo'q hozir. Ichishga pulingiz bor-ku. Necha kundan beri farzandimiz yaxshi ovqat yeya olmaydi. Bor yo'qol ko'zimga ko'rma, biror nima qilib qo'yaman hozir seni. Oyjon, qornim och qoldi. Voy bolajonim. Qorning och qoldimi? Hozir o'tirib turgin. Hozir, o'tir bolam. Xo'p. Ma bolajonim, hozircha mana shu bir-birda non bilan mayisni yeb turgin. Maylimi bolajonim, kechqurun men senga juda ham ajoyib mazali ovqatlar qilib beraman, xo'p? Olga. Onasi, men keldim. Voy, assalomu alaykum dadajon. Yaxshi keldingizmi? Bozorlik qilib keldim. Voy, bozorlik qilib keldingizmi dadajon? Voy, rahmat. O'zing mehribonsan, o'zingga behisob shukr. Insof berganingga shukr. Har kun ichib keladi. Bechorani bolalari hijolat. Nega? Ota sudralib kelyapti. Ota turpoqda qorishib yotibdi. Oshna og'aynilari